Barchaga assalomu alaykum. Siz Komiksiz kanalidasiz. Bu yerda sizlar bilan teri parvarishi to'g'risida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz quruq terini qanday qilib to'g'ri parvarish qilish kerakligi to'g'risida bo'ladi. Eng avval siz bilan qiladigan ishimiz bu yuz terimizni aniqlab olish. Uning qaysi quruq, yog'li yoki aralash teri turiga mansubligini bilish, chunki har qanday parvarish aynan yuz terisiga qarab tanlanadi. Hozirda ko'pchilikni qiynayotgan dolzarb mavzulardan biri bu quruq terini parvarishlash. Agar yuzingizni yuvganingizdan so'ng teringiz tortishib qolsa va sizdan uni namlantirishingizni talab qilsa, demak siz quruq teri sohibasiz. Birinchi bosqich bu albatta tozalashdan boshlanadi. Ko'pchilik qiladigan birinchi xatolardan biri bu agressiv tozalovchi gellar va ko'piklarni ishlatishdir. Quruq yuz terisi uchun bu qat'iyan man etilgan. Bularning o'rniga siz gelli teksturali hamda yumshoq tarkibli ko'piklarni tanlang. Yuzni yuvishdan so'ng tortishish hissi umuman qolmasligi kerak. Shundagina siz to'g'ri yoki noto'g'ri mahsulot tanlaganingizni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Quruq yuz egalari uchun men ushbu mahsulotlarni tavsiya qilaman. Birinchi mahsulotimiz bu Lagon brendining ko'pigi bo'lib, uning tarkibi juda ham toza hamda vegan tarkibga ega bo'lib, ushbu mahsulotimizdan keyin men hattoki toner ham ishlatmasligim mumkin. Keyingi mahsulotimizdan biri bu eng mashhur bo'lgan Round Life brendining ko'pigi. Ushbu mahsulotimizning ham tarkibi juda toza hamda vegan hisoblanadi va ikkita ko'pigimiz ham gelli teksturaga ega. Keyingi mahsulotlarimizdan biri bu noodatiy ko'pik bo'lib, Atapalm brendining Facial Foam Wash mahsuloti bo'ladi. Ushbu mahsulotimizning tarkibi juda ham toza hamda ideal hisoblanadi. Negaki ushbu mahsulotimizning boshqa ko'piklarga qaraganda ideal teksturasi shundaki, u dozatorga ega. Ushbu dozatordan esa tayyor pufakchali tekstura kelib chiqadi. Bu mahsulotimiz quruq teri egalari uchun juda ham mos keladi. Yuzingizni yuvib bo'lgach, darhol toner va essensiyadan foydalaning. Bu yerda 5 soniyalik qoidaga amal qilamiz. Yuvinib bo'lgach, 5 soniyaning ichida namlantiruvchi vositalarni ishlatishni boshlaymiz. Hattoki teringiz biroz nam bo'lsa ham kutmasdan ushbu mahsulotlarni ishlating. Alohida uning tarkibiga e'tibor qarating. Gyaluron kislotasi, betain, sintella va aloe bo'lishi kerak. Chunki ushbu mahsulotlar terida namlikni ushlab turishga yordam beradi. Ushbu brendimizning toneri terini faqatgina oqartirib qo'ymay, pigment dog'laridan xalos etadi hamda terini juda ham namlantiradi. Bilasizmi, uning teksturasi suv kabi emas, quyuq teksturaga ega. Dermafactory brendining B0 lineykasidagi toner hamda essensiyamiz terini juda ham namlantiradi, uni tinchlantiradi hamda oziqlantiradi. Bu essensiya va tonerlarimizni birgalikda ishlasangiz, teringizni juda ham yaxshi namlantirib qo'yadi. Uning tarkibida pantenol hamda guazilen bor. Keyingi mahsulotimiz Blivio brendining kollagenli pedlari. Ushbu pedlar terini namlantiradi hamda teringizni tinchlantiradi, ajinlardan xalos qiladi va lifting effekt ko'rsatadi. Ushbu pedlarimizning tarkibida kollagen, peptid hamda aminokislotalar mavjud. Uchinchi bosqichimiz bu sivirtkalarni ishlatish. Quruq terining namligini ushlab turuvchi va eng samarali ta'sir ko'rsatuvchi mahsulotlardan biri bu albatta sivirtka hisoblanadi. Ceramid va pantenol kabi moddalardan iborat bo'lgan sivirtkalarni ishlatishni tavsiya etaman. Quruq teri egalari uchun men tavsiya qiladigan 3 ta mahsulot. Birinchi mahsulotimiz bu EGF ampulasi bo'ladi. U terini yangilaydi hamda ajinlaringizni tekislaydi. Ikkinchi mahsulotimiz ham ampula, lekin bu mahsulotimiz tik shaklida bo'lib, u lifting effekt ko'rsatadi hamda teringizdagi qurib qolgan yoki ajin paydo bo'lgan hududlaringizga asta-sekinlik bilan surtib chiqasiz. Keyingi mahsulotimiz bu jensheng hamda shilqurt mutsini tarkibiga ega bo'lgan teringizni juda ham namlantiruvchi sivirtka.
Namlikni iloji boricha ko'proq vaqt davomida saqlab qolish uchun albatta svorkadan keyin kremdan foydalanamiz. Krem majburiy parvarish bosqichlaridan biri hisoblanadi. Shiya yog'i yoki jojoba yog'lari, skvalan, ceramidli moddalardan iborat bo'lgan kremlarni ishlating. Quruq va yoshga doir teri uchun mo'ljallangan top 3 ta kremlarimizdan biri. Birinchi kremimiz bu Viti brendidan PDRN yuz kremi. Ikkinchi kremimiz Dr. Altea brendining kremi va uchinchi mahsulotimiz bu Bov brendining Probiotic Derm Lifting kremi. Ushbu 3 ta kremimiz ham teringizni juda ham yaxshi namlantirib qo'yadi hamda ajinlarga qarshi kurashadi, yoshga doir teri uchun mos keladi. Keyingi majburiy bosqichlarimizdan biri bu albatta SPF ishlatishdir. Negaki quruq teri asosan fotoqarishga moyil bo'ladi. Shuning uchun siz SPF dan yil davomida foydalanishingiz shart. Namlantiruvchi tarkibga ega bo'lgan SPF dan foydalaning. Bular guruch, probiotiklar va centella hisoblanadi. Hozirgi paytlarda SPF kremlarimiz juda ham ko'payib ketdi, lekin bizdagi top 3 SPF kremlarimiz teringizni nafaqat quyosh nurlaridan himoyalaydi, balki teringizni namlantirib ham qo'yadi va o'zidan keyin oq iz ham qoldirmaydi. Bu Terclass brendining SPF kremi hamda Skin On 04 kremi va Celimax brendining quyoshdan himoyalovchi kremi. Quruq terini parvarishlashni endi mendan ham yaxshiroq bilib oldingiz. Sharhlarda eng samarali mahsulotlarni yozib qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarimizni o'tkazib yubormang.